Dubaydan topilishi muammo bo'ladigan va 2026-yil mart oyidan boshlab ishlab chiqarilishi ham to'xtatiladigan yaponlarning ham legendasi hamda shedevri bo'lgan Toyota GR Supra. Bunaqa holat kamdan kam bo'ladi. Avtomobil kamaygan sari narxi ham ko'tarilishi o'rniga pastga tushmoqda. Oldingi e'lonlarimizda topilishida ham muammo yo'q vaqtda $69,700 CIP O'zbekiston qilib narx bergan edik. Kecha kunduzda avtomobilimiz 3 dona edi. Hozirda 1 dona qoldi. Bunaqa narxda CIP O'zbekiston bor yo'g'i $63,000 AQSh bo'ladi. Bu final edition bo'lganligi uchun yengilgina darobotga qo'shilgan bo'ladi. Bu oxirgi etaplari bu. Bundan boshqa avtomobil yana endi bu kuzovda ishlab chiqarilmas ekan ma'lumotlar qaralganda. BMWning iforini nafaqat kapot ostida, balkim interyerda ham his qilishimiz mumkin. Ko'plab qismlarda karbon va alkantara, razna shiroki balonlari, 4 porshdan iborat bo'lgan monoblok supportlari va 374 mm dan iborat bo'lgan oporniy diskalar bo'ladi. Krilo bilan ko'tarilayotgan bu kapotimizda Toyota'ning xavfsizligi, BMWning xarakteristikasi bu avtomobilga joylashgan bo'ladi va turi 2 sekund 100 ga chiqib berish uchun 3 litrli twin turbo I образный 6 silindr 382 ot kuchini chiqazib bera oladi 500 Nm bilan.